78 kvadrat metrga tushgan xonadon kvadrat metri $1000 dan anchagina arzon. 2 xonali planirovkasi Dodaxo'ja. To'g'risini aytay, uyda egalari 3 kundan beri ketma-ket telefon qilib, aka tezroq keling, pul zaril, sotib bermasangiz bo'lmaydi deyapti. Bu degani uyda egasiga haqiqatan ham pul zaril ekan. Podyezdga chiqish asosiy eshigimizda kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizni mehmonxona kutib oladi. Xo'p, mehmonxona o'lchamini qarang, anchagina keng, yangi Euro remont holatida gilamlari bor ekan. Endi qolgan xonalarni birma-bir ko'rib o'tamiz, keling. Xo'p, mana bu joyda oshxonamiz joylashgan. Endi buni mehmonxona qilib olsangiz ham bo'ladi, oshxona bilan birgalikda studiya dizaynda juda ham keng formatda. Даже mana bu mehmonxonasidan ham anchagina katta ekan, kuxni mebellari tayyor qo'yilgan. Keling, endi manzilni tushuntirib o'taman sizga. Shundoqqina uyingizda tagida O'rikzor bozori turibdi. Qarang joylashuvini. Albatta bilgan bo'lsangiz, O'rikzor Residence turar joy majmuasiga kelgan. Biz Uchtepa tumaniga qaraydi. Xo'p, mana bu yoqda esa sanuzellarimiz razdelli joylashgan. Mana bu yoqda hojatxonamiz anchagina keng va mana bu yoqda yuvinish xonamiz joylashgan. Bu yoqda esa kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Xonalarimizni o'lchami ko'rib turganingizdek kichkina emas, planirovkasi ajoyib. Xullas kalom, mana shu xonadonimizda sotilyapti. 16 qavatli binoning 11-qavatida joylashgan 2 xonali $71,5 ming so'ralyapti. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.